Muha! Qo'yvor! Muha, iltimos qo'yvor! Suka! Girib yo'llaringni sog'indim-ku ko'zlaringni oydan go'zal yuzlaringni sog'indim jonidan bir bor kelib holim so'ra ahvolimga sal bir qara shuncha qiynoqlar bergandan ko'ra sog'indim jonidan Canım birey, barım birey, şirin gülüşleringe Canım birey, barım birey, çilmeyip qarashlaringe Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-iyul kunidan boshlab davlatimizda milliy so'm valyutasi muomala qilib. Shuncha pul almasa biz nima qilamiz a? Bayramning asosiy tantanalari poytaxtimizning so'lim go'shalaridan biri Toshkent viloyatida bo'lib o'tdi. Ertaklar shaharning eslatuvchi bu maskanda bugun matbuot Nima turibsan? Xuddi puli ko'pdek. O'tir. Tantanali marosimda O'zbekiston jurnalistlar Assalomu alaykum. Uzr, kech qoldim. Hamma shu yerda? Ha, shu yerda. Sirazu maqsadga o'tamiz. Teatrimizda bosh aktyorimiz kasal bo'lib qoldilar. Shuning uchun uning o'rniga boshqa aktyor o'ynaydi. Men tanlab qo'yganman. U juda iqtidorli, xarizmatichniy, kelajagi bor. O'ylaymanki, u aktyorimiz bizni teatrimizning obro'sini yana ham ochirib beradi. U yaqinda teatralniy institutni bitirgan Ilhom. Rahmat. 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 Серьезно? Bosh rolga student bola izdevаться qilyapsizmi? Qayoqdagi pattanni olib kelib olib, bu sahna bilan taxtani farqiga bormaydi-yu. Meni chap oyog'im bundan yaxshi o'ynaydi-yu. Men 5 yildan beri shu sahnani tuproqni yarab kelaman. Sizlar bo'lsa qayoqdagi bolaga ro'y berasizlarmi? Zokirjon. Nima o'shil ovozingni? Bu qanaqa bedodlik? Ilhomjon teatrimizning muxlislari ko'payishida o'zini hissasini qo'shadi degan umiddaman. Men sizga ishonaman. O'tiring Ilhomjon. Rahmat. Kimda qanaqa savollar bor? Agar savollar bo'lmasa, majlis tamom. Sizlarga ruxsat. Banklar repetitsiyaga.
Zokir aka choy iching. Rahmat. Rejissyorimizdan xafa bo'lmang. Bilasiz-ku, ular shunaqa aktyor tanlashni bilmaydilar o'zi. Ha. Yo'q, men unga o'ylanayotganim yo'q. Haligi Shahnoz senga sovg'am bor. Sovg'a? Qanaqa sovg'a? Hozir. Faqat ko'zingni yumib tur. Mayli. O'ylama. Xo'p. Ochaveraymi? Shoshmay tur. Och. Bonim. Ha? Mangami? Rahmat. Qayta oldingiz? Zo'r joy topdim. Qimmat bo'lsa kerak-a. Yo'q, menga tekinga tushdi desam bo'ladi. Rostmi? Rahmat. Qanday yaxshi, endi men buni ertalabgacha eshitib chiqaman har kuni. Rahmat kattakon. Tak, aktyorlar, hamma rasm topshiramiz. Toshkentga kino studiyaga jo'nataman. Esinglardan chiqmasin. Bugun oxirgi kun. Hamma eshitdimi? Maftuna, senga alohida taklif kerakmi? Berasan. Kechirasizlar. Bo'layam-ku. Menga ham eshitgan berib turasam keyinroq. Albatta, Zokir akam sovg'a qildilar. Voy, juda zo'r bo'ldi-ku. Opa, mana shuni ham kino studiyaga jo'natarsiz. Menga ham rol tegib qolar. O'tgan kuni berganding-ku. Shu paytgacha hech kim qo'ng'iroq qilgani ham yo'q, so'ragani ham yo'q. Yo'qolib qolgandir. Zapas bo'lib turaversin. Ha, mayli. Nega kelgandim bu yoqqa esimdan chiqib qoldi. Seni chetkada kutishyapti, bora qol. Unutdimman. Men chiqdim. Saodat opa. Mabodo oylikni berishmasmikan? Xabaringiz yo'qmi? Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Кровавый спорт». В фильме снимались Дональд Кип, Лиа Айрес, Норман Бертон, Форест Уитакер. Фрэнки, вставай! Ты хорошо зарабатывал, тебя защищала полиция, ты мог пойти в суд. К чему тебе моя дружба? Ты пришел к Дону Корлеоне, чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения. Birinchi bo'lib meni dunyoga keltirgan ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Va O'zbekiston xalq artisti unvonini ularga bag'ishlayman. Dada, sizga katta rahmat. Chunki ular menga doim boshqa ish qilishim kerakligini aytib kelganlar. Dangasasan, qo'lingdan ish kelmaydi, ahmoqsan deb dalda berganlar. Va pastayanni ustimdan kuladigan kollegalarimga, rejissyorimizga rahmat.
Eng asosiysi menga ishongan, doim yonimda turgan rafiqam Shahnozga rahmat aytmoqchiman. Xullas, hammangizga rahmat. Men bugun juda ham xursandman. Rahmat. Bilaman. Yaxshi ham shohni bitta emas, ikkita askar qo'ri qilar ekan. Hatto rolsiz qolib ketardi. Aktyorlar tayyormi? Tayyor. Sahnaga. Так, начали. Ne qilg'on ishgar ermas andamak ko'p. Ne kim qilsang erur. Nima? Adlingga Toshkentdan mas'ul. studiyadan rejissyor telefon qilyapti. Shunaqami? Nima? Kino-rejissyor? Zarur gapi bor. Nima bardak? Yolki-palki. Kim bo'linadi? Stop, kim bo'linadi? Uzr. Men javob olmoqchi edim. Zokir. Yana nima bo'ldi? Qorning og'riyaptimi? Yo, ko'ting og'riyaptimi? Yo'q. Amakim o'tib qoptilar. Amaki? Ha. Bor, jo'na. Ket. Xo'p. Ilhom. Bu Zokirning hamma qarindoshlarini qirib yubordi, bittasi ham tirik bo'lmasa kerak-a? Shunaqa shekilli. Durdum. Zokir ishlaymiz. Nachili. Alo. Assalomu alaykum. Zokir Toshmatov eshitadi. Tinchlikmi? Qanaqadir rejissyor bilan gaplashyapti. Ha, Zokir, yaxshimisiz? Men rejissyor Rustam Ikromovman. Telefonga tez javob bermaganim uchun uzr. Katta bir rol ustida ishlayotgan edim. Hech qisi yo'q. Tushunaman. Xullas, sizni kinoga, Toshkentga bosh rolga taklif qilmoqchiman. Kriminal avtoritet roliga nima deysiz? Kriminal? Kriminal rollarni uncha yoqtirmayman-u, lekin o'ylab ko'rsa bo'ladi. Bunaqada qarshi bo'lmasangiz, sizga hoziroq mashina yuboramiz. Menimcha, bugun spektakllarim boshqa qolmadi. Yuborsangiz bo'ladi. Yaxshi, ko'rishguncha. Zokir aka, nima bo'ldi? Sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar. Axir bu meni butun umrlik orzuyim edi-ku. Ha, tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi o'zi? Meni kinoga taklif qilishdi. To'y. Fahming qurs. Shunga shunchami? Rekvizit sindirdi deng. O'rgildim. Kino ekan u. Bu meni yagona shansim bo'lishi mumkin. Axir glavniy gero-ya. Bu imkonni qo'ldan boy bera olmayman. Zo'r-ku, tabriklayman. Xursand bo'ldim siz uchun. O'zi kino nima haqida ekan? Sizga yoqmasa-chi? Nima? Men Luboy rolni o'ynab bera olaman. Mana ko'rasan, bor mahoratimni ishga solaman. Hozirdan yulduzlik kasalga chalinibsizmi?
Конечно. Hali ko'rasan, mana bu teatrdagilarning hammasi kelib, oldimda tiz cho'kib iltimos qilishadi. Spektaklimda o'ynab bering, Zokir Toshmatov deb. Mayli, omad sizga. Yaxshi qolinglar. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otabekov. Rejissyor assistent. Tanishganimdan xursandman. Mana ketdik. Do'lana do'lana tog'da o'sgan do'lana 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 yo'lim to'sgan do'lana 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 marjon marjon do'lana o'z yorini topolmay zoru hayron do'lana. Keling. Rustam aka, Ikramov rejissyorimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum Zokir. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Rahmat juda zo'r. Sizni ko'rishdan qanchalik xursand ekanligimni bilganingizda edi. Chunki biz olayotgan yangi kinoda bosh qahramon roliga aynan sizni ijro etishingizni xohlagan edik. Rahmat. Zokir, vaqtimiz juda kam bo'lganligi uchun hozir kiyimingizni almashtirasiz, grim qilamiz, ssenariyni esa yo'l-yo'lakay tushuntirib beraman. Bo'ladimi? Grimni aytib yuboringlar. Mana. Добрый день. Проходите. Demak, Zokir, siz Muh ismli kriminal avtoritetning rolini o'ynaysiz. Hayotda u juda ham yovuz, jahldor, beshafqat. Tushundingizmi? Tushunarli. Не вертись. Хорошо. Bular Sher va Tatarin. Bu ikki yigit sizni yugurtaylaringiz. Yaxshilab eslab qoling. Sher, Tatarin. Eslab qoldim. Ssenariy bo'yicha siz bizni binodan chiqqandan keyin ro'parada kafe bor. O'sha kafega kirasiz. U yerda boshqa bandani a'zolari bilan uchrashasiz va vaziyatga qarab improvizatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Muhimi, rolga darrov kirib ketishingiz kerak. Tushundingizmi? Demak, aktyorlar bilan tanishmasdan, ko'rishmasdan sirazu rol o'ynab ketaveramman, ha? Ha, xuddi shunday. Kamera yo'qligiga e'tibor bermang, chunki biz kamerani bekitganmiz. Biz esa qo'shni xonada bo'lamiz. Я сказала, не вертись. Хорошо, извините. Спасибо. Не за что. До свидания. До свидания. Tayyormisiz? Ishonchinglarni oqlayman. Rahmat. Давай, Зокир, это твой шанс. Bugun eng zo'r rolingni o'ynashing kerak. И, А, О, У, И. Сейчас или hech qachon. Pochkam shamollatdim shekilli. Muxobaradan qachon kelar ekan, ha? Kelish kerak. Bunaqa momentlarni qo'ldan chiqarmaydi. Qanaqa bunaqa momentlar? Mana shunaqa momentlar. Mashinaga kutadigan momentlarmi? Ajalla. Sen Borislan to'poy desam, ashi to'rimiz ekansan-ku? Nima deyapsan? Sen o'zing to'rmisan, xo'pmi? Sen bokschilar lanch-ku. Kelib uraman degancha Borislar shunday odam shitda, bitta otadi, bizdoqni shvays.
Bля, хует. Muha. Bratan. Bratan, как ты? Kelmaysan deb o'ylagandik. Все нормально. Meni bilasizlar-ku. Xo'p, bratan, qayerda eding? O'sha kuni mentlar bosganda biz zo'rg'a qochib qoldik. Sizlar zo'rg'a qochgan bo'lsanglar, men spokkoyni ketdim. Tushunarli. Buncho vaqtida kelding. Kiramizmi? Obyekt shu yerda. Tushunarli. Kuzatuv davom ettiring. Aytgan odamlarim keldi shu. Menga farqi yo'q, hal qilib boramiz. Ser. Yaxshimisan? O'tir. Daruvchi maqsadga o't. Bu xabrata. Sen ko'rganimdan juda ham xursandman. Ты пришел ко мне, чтобы установить справедливость, но просишь без уважения. Да не, братан. Я тебя уважаю. Ты пришел в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь совершить убийство за деньги. Yo'q, hech kimni o'ldirish kerak emas. Keyin men seni qizing borligini ham bilmasdim. Uzr. Bratan, seni tushunmadim. Hazırlashyapman-ku. So'ragan narsani olib keldik. O'zi nimaga? Dori olib kelishdi. Tekshirib bersang. Tekshirib ko'rish kerakmi? Ishonmasang tekshir. Shu ishni bekor boshladingmi deb o'ylayapman de. Xavotir olmang. Agar ular uni boshqa odamligini payqashganda, biz buni boshidan bilgan bo'lardik. Ichkarida nima bo'lyapti? Vaziyat tushuntiringlar. Hammasi joyda. Qaytaraman, hammasi joyda. Pistoletdan bizni obyekt otdi. Nima? Bizni obyektimiz? Yomon qildinglar, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Ichkaridagilar hammasini qo'lga olinglar. Tez ketdan hayda. Muha. Bratan. Bratan, o'zingga kel. Muha. Bratan. Nu bratan. O'zingga keldingmi? Nima bo'ldi? Muha, bratan, sani esingda yo'qmi? Muha, yaxshimisan? Bilmadim. Lekin menga yoqyapti. Necha bratan, qalay ekan?
shu sen menga yoqmayapsan-da. Cho'zi tipaj. Banditga ham o'xshamaysan, ha? O'tar. O'tar. Nifika себе, rekvizitlaring haqiqiyga o'xshaydi-yu. Muha, brat. Muha, hazlashma. Hazlashma. Muqa. Shela tujoy. Nina. Qo'lni qara, qildinglar. Bo'ldi, hazlashma. Ko'chaga. Bratan, hammasi normalmi? Cho'sing. Sen o'zini boshqacha tutyaptimi? Qo'ling unaqa emasdi. Nicho'shev, yaxshimisan? Nima qilamiz? Sanlar keturlaring, men o'zimga kelib keyin boraman. Nicho'shev, qayerga borasan? Suka, senga chut beraymi? Surlaringni. Bo'ldi, mana. Unaqada choyxonada ko'rishamiz. Zokir aka. Men jinoyat qidiruv bo'limi inspektoriman. Bular meni boshlig'im, kapitan Mahmudov bo'ladi. Boshimizga katta tashvish olib kelishingga sal qoldi. Stop. Kimman dedinglar? O'tar mashinaga, qolganini keyin gaplashamiz. Bu qanaqa joy? Bu maxfiy joyimiz. Operatsiyamiz haqida faqatgina mana shu xonadagilar biladi xolos. Boshqa hech kim bilmasligi kerak. Bu haqiqiy Muha. Asli ismi Muhiddin Jalolov. U bitta kriminal bandani lideri. Uni hisobida juda ham ko'p qilishlar bor. Reket, o'g'rilik, narkotik savdosi, hatto qotillik. Biz uni qo'lga olib qamoqqa tiqqan edik. Lekin ko'chada jinoyatchilik kamaygani yo'q. Shunda bir yaxshi fikr keldi. Uni qo'yib yuborib, o'zimizga quloq qilmoqchi bo'ldik. Ammo u rozi bo'lmadi. Mendan nima xohlaysizlar? Operatsiyamizni davom ettirish uchun bizga Muhaga o'xshaydigan odam kerak edi. Va biz sizni topdik. Nima? Yo'q, men bunga rozi bo'lmayman. Menga hayotim vajniyroq. O'lib ketishni xohlamayman. Sizga hech qanday xavf yo'q. Bugun o'z ko'rdingiz. Sizni yigitlar haqiqiy Muhadek qabul qilishdi. Buni ustiga biz doim yoningizdamiz. Bizni nazoratimiz ostida bo'lasiz. Yo'q, bugun prosta omadim kelib qoldi. Bo'lmasa, u narkotik передозировкasidan o'zimni o'zim otib qo'ysam nima bo'lardi? Biz sizni majbur qila olmaymiz. Lekin bir narsani biling. Sizni katta foydangiz tegishi mumkin. Ularning dastidan ko'chada har kuni minglab odamlar aziyat chekadi. Men odamlarning problemasini hal qilishga majbur emasman. Agar operatsiyamiz yaxshi o'tsa, kinodagi hamma bosh rollar sizniki. Shaxsiy mashina, uy. Xohlasangiz, xalq artisti unvonini ham olib beraman. Xalq artisti? Yo'q. Rahmat, men uyga keta qolay. O'zingizlarning problemanglarni o'zingizlar hal qilaveringlar. Tushunsangiz-chi, men oddiy aktyorman. Qanaqadir Terminator emas.
O'zimni kiyimlarim qayerda? Prosta boru. Bir safar, ikki safar, har safar mana shunaqa parod qilgandan keyin bor. Yo'q, sigaret yoqib olsa bo'ladimi? Yo'q, men chakmayman. Topolsamchi, manikimi? Normalniy gaplash. Tinch qo'yinglar, men chakmayman, sigaretim yo'q. Ey, nima qilyapsizlar? Ey, tort qo'lingni. Tort dedim. Kema. To'xta. Tushir qo'lingni. Nima qilsan? Tushir. Muha, brat, ming bor uzr. Tushunmadim. Nima uzr so'rayapsan? O, bilayt. Tanamadingmi? Muha-ku muha. Ura qaymog'imni qurtib yuboradi, bilasanmi? Muha, brat, ming bor uzr. Agar problema bo'lmasa, bizga ruxsat. Ketdi. To'xta. Chakishdan bormi? Chakishdan bor, brat, bor. Bo'lmasam, bizga ruxsat. Biza ketdi. Soat necha bo'ldi? Ha. Tushundim. Addushi, brat. Aniq addushimi? Addushi. Mayli, bo'lmasa, xizmatlar bo'lmasa bizga ruxsat-a, brat. Ha? Surlaring. Bu muha. Hurmating chakkimasu, ha? Alo, dada. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, teatringdan bo'shadingmi? Bo'lmasa ertaga zavodga kelasan. Men senga bitta ish gaplashib qo'yganman. Yo'q. Bo'lmasa, Prosta ishingdan bo'shaganingdan keyin telefon qilasan. Men rahmat demoqchi edim. Farhod. Shirin. Stop, блядь! Ey, sen daraxtsan. Qimirlamay tura olasanmi? Mani daraxtim tirik. Uni shoxlarini shamol hilpiratib, u doim quyoshga intiladi. Oy. Qanaqa shamol? Qanaqa quyosh? Sen bitta daraxtga o'yna olmaysan. Ты бездарность, понимаешь? Ты ничего не умеешь. Молсан. O'zing molsan. Nima deding? Molsan dedi. Meni buyuk rejissori. O'chir ovozingni. Sen hayotimda ko'rgan eng tuqqo'y kaltafahim rejissyorsan. O'zi seni rejissyor deyishga ham odam uyaladi. Olasam seni bo'shataman. Bo'shading, yo'qol. Bo'shading. Bilganingni qil, o'tir. Nima? Mendan qo'rqadi, jim o'tiradi deb o'yladingmi? Ha? Yo o'zingni teatrda qolsiman deb o'ylayapsanmi? Sandagi poraxo'rlarni deb qanchadan qancha talantli yoshlar umidini, orzularini paymol qilyapti. Rollaringni ham, teatringni ham ko'tingga tiqib olgan. Bu menga
Endi nima qilsak bo'ladi, Elyor? Bilmadim. Boshqa odam topsaychi. Vaqtimiz juda ham kam. Assalomu alaykum. Xalq artisti bo'lishim haqidagi gap hali ham o'z kuchidami? Erimaki qalay ekan? Ha, qanjiq? Jalab, nima birovlarni eri bilan shundoq yuraman deb o'ylaganmiding? Xohlasam men sizga расслабляющий massaj qilib beraman. Jonim. Suka, hozir yibanligingni buzib qo'yaman. Вот нахуй!